Siz homiladorsiz va ro'za tutmoqchimisiz? Undan oldin shu videoni ko'rishni maslahat beraman. Agar sizda homiladorlik 12 haftagacha bo'lsa, ro'za tutmaganingiz ma'qul. Chunki bu paytda homila aktiv rivojlanadi va uni rivojlanishi uchun vitamin va minerallar juda ham zarur. Ro'za tutishingiz vitamin va minerallarni kamaytirgani hisobiga bolangizda turli nuqsonlar kuzatilishi mumkin. 12 haftadan 32 haftagacha homiladormisiz? Unda ro'za tutishingiz mumkin. Qachonki sizda homila tushish xavfi, kamqonlik, homiladorlik gipertenziyasi, buyrak yetishmovchiligi yoki shunga o'xshash yondosh kasalliklar kuzatilmasa, albatta mutaxassis bilan maslahatlashgan holda. 32-40 haftalik muddatdamisiz? Bu paytda ham ro'za tutishingizni maslahat bermayman. Chunki shu paytda ham homila aktiv rivojlanadi va vazn yig'adi. Tug'ruqqa kuchingiz yetmay qolishi mumkin. Siz ham homiladorlikda ro'za tutganmisiz va o'zingizdagi o'zgarishlarni kommentariyada yozib qoldiring, boshqalarga foydali bo'lishi uchun.